Xohlasamlarga ko'ynak qidiryaptimiz, unda men sizga hamyonbop narxda ko'ynakni topib qo'ydim. Bu videoni oxirigacha ko'ring, narxini oxirida aytaman. Juda ham chiroyli bo'lgan. Shunaqangi ko'ynaklarimizdan Xadicha brend do'konimizga kelgan. Qarang qanaqangi juda ham chiroyli qilib ishlangan. Yey qismi shunaqangi juda ham chiroyli bo'lgan, Swarovski toshlar bilan bezatilgan, fransuzskiy krujavalar qilganmiz, qaranglar qizlarjonlar. Juda ham chiroyli bo'lib, ustingizda yalt-yult qilib eng chiroylisi o'zingizlar bo'lib yurasizlar. Ko'p rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. Men sizlarga sekin-sekin ko'rsatishni boshlayman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, shunaqangi qora rasvetkasi bor. O'zim kiyib olganim shunaqangi fioletoviy, pastki qismlari shunaqangi qo'shetek bo'ladi. Ustingizga bitta kiyib olsanglar maza qilib yurasizlar. Umuman isib ketmaysizlar, ayniqsa hozirgi yozda chillalarda. Shunaqangi izumrudniy rasvetkasi bor. Bardoviy, jigarrang, yana qora va bu yerda ko'rib turganingizdek to'q jigarrang, shunaqangi bardoviyni oldi qismi juda ham chiroyli qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgani ham bor qizlarjonlar. Vobshe qattimgina bo'lib turadi, umuman tushib ketmaydi. Maza qilib kiyib yurishingizdagi bu ko'ynaklar rosa ham arziydi. Unaqa cho'zib o'tirmayman. Narxiga keladigan bo'lsa 250 ming so'm. Bunaqangi ko'ynaklarni bunaqa narxda faqatgina Xadicha brend do'konimizdan olsangiz bo'ladi. Razmerlari 46 dan 64 gacha ham bemalol mos keladi. Hammanglarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmasanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mavjud.